Biodonatum postbiotiklari so'nggi avlod preparati hisoblanadi. Nima uchun bunday deyotganligimni hozir tushuntirib beraman. Birinchi navbatda postbiotiklar nimaligi haqida tushuncha hosil qilsak, albatta bu termin siz uchun yangilik bo'lishi mumkin. Farmatsiya tarixida antibiotiklar, statinlar, monoklon antitanalar yoki biologik preparatlar ham xuddi shunday kirib kelgan va sekin-sekin ommalashgan. Farmatsevt yoki tibbiyot xodimlari dastlab bular haqida to'liq tushunchaga ega bo'lishmagan. Siz probiotiklar, prebiotiklar va simbiotiklar haqida eshitgansiz. Aynan postbiotiklar ushbu preparatlar avlodi hisoblanadi. Ya'ni postbiotiklar bu probiotiklar tomonidan ichakda amalga oshiriladigan fermentatsiya jarayoni mahsulotlaridir. Boshqacha qilib aytganda, probiotiklar prebiotiklar bilan oziqlanadi, natijada postbiotiklarni hosil qiladi. Yana ham soddaroq tushuntirsak, postbiotiklar organizmda kechadigan fermentativ reaksiyalar va ba'zi bir sintez jarayonlari natijasida hosil bo'ladigan mahsulotlarning tayyor shakli hisoblanadi. Ko'plab patologik kasalliklarda organizm yoki inson mikroflorasi bizga normada ishlab bera olmaydi va yuqorida sanab o'tilgan oraliq protses, ya'ni sintez jarayoni buzilishi natijasida inson umumiy holati va stabilligi yomonlashadi va bizga kerakli bo'lgan metabolitlarni o'zlashtira olmaydi. Keling preparatning ta'sir mexanizmi va tarkibi bo'yicha suhbatlashamiz. Dastlab shuni tushuntirish kerakki, postbiotik inson tanasiga boshqa shtammlarni kiritmaydi. Preparat faol metabolitlari har bir insonni o'ziga xos mikrobiomasini rivojlantirish uchun asos hisoblanadi. 19 xil aminokislotalar, shu jumladan immunitet uchun muhim bo'lgan gistidin, valin, leytin va izoleytin va boshqalar. Ushbu aminokislotalar to'qimalarni tiklash va oqsillar sintezi uchun zarur hisoblanadi. 7 xil vitaminlar guruhlari, B vitaminlar kompleksi, C va PP guruhlari. Ushbu vitaminlar immunitetni mustahkamlaydi, antioksidant xususiyatga ega va boshqa oziq moddalar so'rilishiga yordamlashadi. Ayniqsa B guruh vitaminlari organizmda Krebs siklini tezlashtirib beradi. Shuning hisobiga bemor tiklanish jarayoni birmuncha tezlashadi. 4 ta mikroelementlar magniy, fosfor, kaliy, kremniy va bundan tashqari polisaxaridlar, qisqa zanjirli yog' kislotalari, peptidlar, polifenollar va ba'zi bir fermentlarni o'z ichiga saqlaydi. Eslatib o'taman, Biodonatum Yaponiyada ishlab chiqariladi va bitta mahsulotni fermentatsiya yo'li orqali olish uchun 2 yil vaqt sarflanadi. Buning asosiy sababi ishlab chiqarish jarayoni birmuncha qiyinligida hisoblanadi. Farmatsevt quyidagi holatlarda Biodonatum preparatini bemorlarga tavsiya qilish mumkin. Ichak muammolari, disbioz, o'tkir yoki surunkali ichak yallig'lanishlari, masalan, Crohn kasalligi yoki yarali kolit, ichak funksiyasi kasalliklari, qorin dam bo'lishi, ich qotishi, diareya va antibiotikdan keyin disbioz ichak mikroflorasini tiklash uchun immunitetni oshirish maqsadida, ayniqsa tez shamollaydigan yoki surunkali yallig'lanishlarga moyil bo'lgan bemorlar uchun tavsiya qilinishi mumkin. Biodonatum immun tizimini faollashtiradi va kasalliklarga qarshi himoya funksiyasini yaxshilaydi. Jigar salomatligini qo'llab-quvvatlash, detoksikatsiya jarayonini yaxshilash, gepatit, jigar yallig'lanishi muammolarida yordam sifatida qo'llash mumkin. Autoimmun kasalliklarda yallig'lanishni kamaytirish maqsadida tavsiya qilish mumkin. Bundan tashqari, doktorlar tomonidan tavsiya etilishi mumkin bo'lgan ushbu yo'nalishlarda qo'llanilishi klinik isbotlangan.